Birinchi bo'lib u harf va knopkani qo'shib chekdim. Bu xatni ostiga sızılgan yoki sızılmagan holatga keltiradi. Biz hozir qaysi elementga yoki qaysi kontrol qarta mashg'ulot deb boramiz? Xat nada bo'ladi odatda? Text boxning ichida bo'ladi. Demak, men text 1 ga qarta program yozma. Ya'ni bu programma command 1 chekilgan vaqtida ijro bo'lishi kerak bo'lganligi uchun command 1 ning klikiga text 1 qarta o'zgarish olib boradigan buyruqni yozaman. Text 1 ningki xat nusxasi bo'lganligi uchun cho'qim bu fontning qaytada bo'lishi, shundaymi? Xat munosabatga bo'lganligi uchun font u harfi ostiga sızılgan underline deganning bosh harfi shu uni besib boqaman. Bassam mayaga font underline deb chiqdimi? Demak underline deganni eklaman. Ham bu xoslik rost va yolg'ondan iborat ikki xil qimmat oladi. Shuning uchun men buningga tang desam oyat qimmati chiqdimi? Üstelik foliz deganimiz yolg'on, true deganimiz rost. Unda bo'lsa men buningga not amalini qo'llanib text 1ningki font nimiste underline C deb qo'yaman. Ammo yerki not amali bir amal. Bu nima ish qiladigan amal desa, mushayati qimmat rost bo'lsa, yolg'onga aylantirib berdi. Yolg'on bo'lsa, rostga aylantirib berdi. Ya'ni demakchi, xatning ostida siziq bo'lsa, siziq yo'q qilib ta'tirni qilib berdi. Agar siziq bo'lib qolib qolsa, siziq yo'q qilib berdi. Siziq bo'lmay qolib qolsa, siziq bor qilib berdi. Ya'ni bir-birisining ta'tiriga ko'rib berdi. Emas degan gap tarjimasi. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoqima text 1ning ostida siziq bormi yo'q? Yo'q. Unda bo'lsa, men ma'nonga hozir xat bossam, ma'ni bossam, siziq bo'lmasa qanday qilib berdi? Baqib berdi. Isbaqaya siziq baqib berdi. Endi buni yana bir qitim bossam, ma'ni tekshirdi. Tekshirib qarasa siziq bormi yo'q? Hozir bor. Endi u qanday qilib berdi? Endi yo'q. Shunday qilib berdi ekan. Ostida siziq sizish yoki siziq sızmaslik degan programma mana shu. Ma ERP keldik. Demak, bu ERP-ning cho'qim bir iqtidori bor ekan. Ya'ni ERP Word-ning o'zidami xatni yon to'qib beradigan yoki tuz holat qilib beradigan narsa ekan. Shundaymi? Unda bo'lsa men buni qo'shib chekdim. Qo'shib chekkandan keyin bu command 2ningki klikiga yozilish kerak. Ya'ni command 2ni boshqa vaqtimda text qarta mashg'ulot deb berish kerak. Unda bo'lsa text 1ningki font italik. Ma'u yon to'alti degan gap. To'g'rimi? ERP-ni bossam chiqdi-ku. Tang endi bu ham bumi yon to'sa tuz qilib berish kerak, tuz bo'lsa yon to'qib berish kerak. Unda o'z qanday yozma? Not emelini qo'llanaman-ku. Not text 1ningki font italik bo'ldi. Men programni qo'zg'atsam, hozir xat tuz holatda turyapti-ku. Yon to'alat keldimi? Yon to'alat kelgan vaqtda ma'ni bossam qanday bo'ldi? Tuz holat bo'ldi. Tuz holat keldimi? Biz endi S harfini ko'rib boqaylik, ha? S nima ish qila oladi? Bu, ya'ni ostiga siziq sizish yoki yon to'qilish iqtidori emas. Ammo bu o'chirish iqtidori, ya'ni xatni masalan siz bir qor xatni yozdingiz, birisi kelib xato bo'lib qolibdi, xatni desa jijilotasiz-ku. Xatni jijilotimiz-ku. Ya'ni masalan, yana text 1 degan xatdan xato, buningga mendaq o'chirishsiz hosil qilib beradigan bo'lsa, bo'lsa yana qaysi qarta mashg'ulot deb bormazlar, qaysi kontrolga? Font qarta, ammo bu font qaysi o'zgarish kerak? Text 1 degan kontrolda. Text 1 ga deb yozdim. Font, ya'ni o'chirishsiz degan gap. Bu ham o'chirishsiz bo'lsa, o'chirmaydigan, o'chirilmagan holat bo'lsa, o'chirishsiz qilib berish kerak mana, shundaymi? Ya'ni bu yana logikalik qimmat oladi ekan. Mayatki not ham nima, logikalik qimmat olgan narsalar ishlaydi, boshqa nima ishlamaydi yodingizda bo'lsin. Shuning qil ishlaydi. Biz buni logikalik qimmat deb qaraymiz. Buningdan boshqa not hamini ishlatamaymiz. Not text 1ningki font nimiste S harfini bosdim, T harfini bosdim, keldi. Programni qo'zg'atay, ya. Qo'zg'atdim. Hozir mayagma text 1dan boshqa xat yozsam bo'ladi. Muxtar Rozi deb yozib qo'yay. Yozdimmi? Ma'ni qilib qilsam o'chirib etdimi? Bir siziq sizib etdi-ku? O'chirib etdi. Yoki xato xat degan yerga keldi. Bossam-chi ichildi. To'g'ri xat bo'ldi. Mal ishlayverdi. ERP keldik. Endi B va knopkani kelib qarasam 1 2 3 qor ustiga 3 knopka program yozibdi, ma 4-inchisi ekan, komandani 4. Men ma'lni bak kuzanga unda qalayimqan ko'rsatib ketdi desam, evalgan chekib qo'ydim-ku. Endi eklab men bu yerga program yozma.
Yana tekst bir qarta o'zgartirish yapib beraman. Tekst birninki font BRP. Chunki men ayak beni yozib qo'yaptiman-ku. Siz tushunishli bo'lsin deb yozdim. Boshqa narsa yozib olsangiz ham bo'ldi albatta. Font bold. Ham bunimi tang'ur baqsam nimalarga logikalik qilmay olamdi ekan. Bu qanday nima ishil tutib bunday edi? Not emelni qo'lini top. Not dedik. Unda bo'lsa tekst birninki font bold. Programni qo'zg'atdim. Hozirgi tug'an xat qarmoq bilan tomalet xat, shundaymi? Ma'ni bassam, tom bo'z qanday qilib birdi? Inchkiga almashtirib birdi. Inchiklashdimi? Inchki bo'lgan bo'z qanday qilib birdi? Tom qilib birdi. Tomlashdimi? Mana tushundingiz, a? Endi xat nusxasini o'zgartirishga to'g'ri keldi, shundaymi? Programni qo'zg'atdim, qo'zg'atib men xatninki, men xatning nusxasini o'zgartay deb bosam, mayli xat nusxasi bormi-ki? Yo'q ekan. Unda bo'lsa, men buningga xat nusxalarini qachlab berishim kerak. Albatta, buning qachlash uchun men komandning ichiga kirib, bunday yozib qo'ysam o'zgartgan-ku. Uningdan boshqa buning last deydigan bir xosligi bor. Maya qo'shib qo'ysammi bo'ldi asli. Hanzularning so'ngti degan xat nusxasini qo'shib qo'yay. Qo'zg'atsam, nega kelsam, ikkisi bor ekan-ku. Bunda qilsam hozir mening o'zgartirish yapib boradigan bo'ladi. O'zgartsam, ya'ni programmasini yozsamlar. Men endi bu yerga ataytin xatning nusxasini yozib o'tmaydim, shundaymi? Xatning nusxasini tanlab qo'yman. Unda vaqtida men buni klikiga yozay. Tekst birninki, ya'ni tekst bir qarta o'zgartirish yaparman-ku. Font name, ya'ni xat nusxasi qarta o'zgartirish yaparman tang. Combo birninki tekstga tang bo'lsin. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin ochdim. Qilsam xat nusxasi o'zgardimi? O'zgardi. Endi ba'zilarning kompyuterdagi xat nusxasi nayt ko'p bo'lishi mumkin. O'tganda men qachildim 2000 xildan ortiq xat nusxasini. Ba'zilarnikida oz bo'lishi mumkin. Hammasini biz nima qachlaydik? Ya'ni font ustiga hujjat qisqichning ostida qachlaydik. Ya'ni font ustiga hujjat qisqichning ostida qachlaydik. Buning ichida biz biladigan ham bilmaydigan xat nusxalar bor. Mushning hammasining ismini birdan abiyaga o'xshash yozib kirgizish kerakmi? Ba'zilarida biz tuzgan programni boshqa bir kompyuterda ishlasa, uning xat nusxasi o'xshamasa, uni o'zi qo'shib qo'yish kerakmi? Bu bir avarchilik bo'ldi, shundaymi? Endi biz bunday avarchilikdan qutulish uchun mashaga bir qancha program yozamiz. Shuni qadamtimiz endi. Yo'q, buni yozmaymiz. Ya'ni VB'ning o'zidagi mushu combo qarta mashg'ulot deb boradigan bir qancha program yozamiz. Bu programni qanday ko'rib baqalaman? Odatda boshqalarning yumshoq detallarda program qo'zg'alishi bilan mush o'ringa xat nusxalari chiqib turgan ham tanlangan bo'ladi. Unda bo'lsa, men shunday qilish uchun qaysi o'ringa yozishim kerak ekan hozir deganimcha programni qo'zg'algan vaqtga, shundaymi? Shtay vaqtda yuz bergan hadisiga yozishim kerak. Unda program qo'zg'algan vaqtda formning load hadisi yuz beradi. O'sha yerga yozishim kerak ekan. Unda bo'lsa, load hadisiga yozib qo'y. For deganimiz tang 1 to font oxirlashgan vaqtda yana shu kompyuterning ichidagi xat nusxasi bo'lsin desam, screen font xat nusxasi emas, ya'ni xatninki nechtal xat bo'lsa, shuningki konti bo'lsin, ya'ni manchilik xat bor degan bo'lsam, shu xatning umum sonidan, tartib sonidan birini elib etganga teng bo'lsin deb qo'yaman. Birini elib etishni tushuntirib qo'yaman. Endi combo birninki items deganim screenninki xat nusxasi, ya'ni fontisninki Ağdan oğunuq maskasın. Ondan keyin next deb qo'yay. Ma jumla hozir sizga bir qadar cho'ng ajinlik yoki sal ig'irroq keladigan jumlalar mana. Faqat o'sha chiqadigan narsa ekanligini mushundan ko'rib olsangiz bo'ldi. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan yoqi men unda ochsam, endi kompyuterda bor xat nusxalarining hammasi qanday qilmayaga chiqibdi. Shundaymi? Shu kompyuter qachlangan xat nusxalarining hammasi mana shu yerga chiqibdi. Men unda bossam, xat nusxasi o'zgaryapti-da. Bossam o'zgaryapti-da. Undan boshqa biz xatninki razmerini o'zgartira oladigan bo'lishimiz kerakdi. Ya'ni razmerni o'zgartirgan ba'zi yumshoq detallarga, shunda xatning razmerini o'zgartira oladigan, xat tahrirlaydigan yumshoq detallarga kirsak, masalan, Wordga kirsak, muxtar rozi deb yozib bergandan keyin meni besib xatning razmerini o'zgartiraman desam, xat cho'ngiyotdi-ku. Agar undaq kirsam, ya'ni bundaq tartib bilan cho'ngaytgan, masalan, 12, 14, 16, 18 sundaq taqatlab, jupatlab degandek, shundaymi? 20, 22 dan atlabdi-ku mana. Men 2 dan atlash holatida shunqa hosil bo'lishini ko'rsatib qo'yay. Buni albatta forumga yozamiz. Ya'ni forumning loadiga. Bunga albatta for jumlasi yozamiz esla. Agar biz
Mushninki nechlik xat nusxasi bo'lsa, shunchalik razmeri chiqib bersin desak, ma'nonga yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni combo 2 ninki itemsi A olsun deb qo'ysam, programni qo'zg'atsam, xat nusxasi chiqamdiki mana o'zgardi, xatning razmeri, xat nusxasi emas. Ya'ni bu 432 ga vaqtcha, ya'ni 431, 432 ga vaqtcha işte o'zgarib chiqib turdi. Yo'q, men buni ayrim qilatdim. Mana 2 dan atlab mangdigan qilatdim desak, buning ayrim jumla yozamiz. Masalan, for a deganim teng, demak a demayli, for b deganim teng 1 dan boshlab oxirlashishi vizgacha. Step 2 deb. 2 dan atlab bersin deganni ko'rsatdim oqistisi. 2 dan atlab masalan 1 ga 2 ni qo'shsa 3, 3 ga 2 ni qo'shsa 5, ashta atlab taqsam bo'yicha ming bersin. Davsa combo 1ninki itemsi hozir qaysi oldi, qaysi harf mava? B harfi. Shunga B ni davrilayotgan kim B ni keldim, next B deb qo'yman. 2 dona davrilash jumlasi bo'lib ketdi, mana shunda bo'lsa programni qo'zg'atib ko'rayli. Mayada xato ketibdik. Combo 1 ning emas, combo 2 ning itemsi bo'lish kerak ava. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin kelsa mayga chiqdimi? Mana bunda tanlasam, o'zgarmayapti-da. Mana qarasangiz, hammasi taqsango meniki. 1 3 5 7 9 11 degan. Menda taqsan bo'lgan ekan, step bo'lganlik uchun taqsan bo'ldi. O'zgartish uchun biz comboninki klikka kiramiz. Klik deganga yana chekilish hadisi kirib, text 1ninki nemisini o'zgartirish kerak bu? Son bu. Herkes xat nusxasi emas. Bunda bo'lgan ekan, bu narni o'zgartirdi? Xatning razmerini, cho'ng kichikligini. Bu font size degan xoslik shu yerda. Deganimiz teng combo 1mi 2mi? Combo 2 ninki teksti. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib, hozir men xatning razmerini o'zgartmoqchi. Cho'ngaydimi? Cho'ngaydi. O'zgardimi? O'zgardi. Mana tushundingiz-a?